Salom. Men yana o'sha Ikrompman. Qani, hozir sizlarga bir xabarni aytmoqchiman. Real Madriddan Vinicius ketishi mumkin. Vinicius ketib, Haaland kelishi mumkin. Qanday? Bilmayman, lekin Vinicius Real Madriddan norozi. Chunki Real Madrid unga xohlaganicha maosh to'lamayapti. Va Real Madridda u Mbappe'dek maosh olmagani uchun u xafa bo'lyapti va ranjiyapti. U agar Mbappe'dek bo'la olmasa, Vinicius Manchester City'ga o'tadi. Nima esa Haaland esa Real Madridga o'tadi. Bilmadim, lekin Real Madridga o'tsa kerak. Chunki unda ko'proq Haaland yozda agar yaxshi yozgacha o'ynaymiz. Yozgacha agar shunaqa bo'ladi, yozga almashar ekan. Tinig'ini bilmayman, lekin almashishi mumkin ekan. Hammaga xayr, iltimos obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun.